Baraka bo'layotgan joydan xudo xolsa. Nech puldan so'rashyapti aka? Bittasini 8 million. Bittasini 8 million so'mdan so'rashyapti onash. 100 ming o'tib bering, ayrimlarga. Bermayman, labi. Sizga 15 ga sotib oling, avtomatcha. Aka nech pulga baraga bo'ldi uni qo'yla? Nech pulga baraga bo'ldi? 11 million 200 ming. 11 million 200 ga bo'lsa sotdilar. Holatlar zo'rak aloqa ko'rarsa sizlarga. Hurmatli YouTube ishqibozlari, xudo xolisa Tergachi bozorida katta avjida ketyapti bozorlar. Sizga qo'ylar narxini aslida obzor qilib o'tib beraman inshaalloh. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. O'tdi markazining ashaddiy obunachi. Xudo xolisa bugun Tergachi bozoridan qo'ylarimiz chiroyli qilib ma'lumotlarni aytib o'tib ketamiz. Xudo xolisa videoni oxirigacha kuzatib turing. Like bilan obuna bo'lib turing. Yengil bo'ladi. Aka, narxi nech puldan ekan bo'ladi? 7,5 dan bir joyga. Tanlab olsa qanaqa bo'ladi? Bir joyga olinsa 7 dan berasiz. Tanlab olsa-chi? Telefon nomerlari bitta aloqa 94 590 27 77 aloqa chiqarsa xudo xolisa. Zo'rlardan dumbalar ochiq quyruq varianti inshaalloh. Bo'pti aka, sog' bo'lasiz. Aka, nech pul ekan bu qo'ylar? Savdo ketyapti. Nech puldan qilyapsiz, Hojib bu? Nech puldan bo'lyapti? Savdo qilyapsizmi? 5,5 dan savdo qilishyapti ana shu sovlig'idan. Xolos. Chiroyli qilib ma'lumotlarni aytib o'tib ketamiz. Berasizmi? Baraka Savdo avjida, xudo xolisa. Obuna bilan yurakchani qizarib turing. Bugun xudo xolisa hammasini obzorlarni beramiz. Nech puldan qilyapti, Hojib bu? Nech puldan bo'lyapti? 7 million 700 ming. 7 million 700 ming ikkosi. Ona bola. Bo'ldi. Xolasa yengil bo'ladi. Qirg'iziston Bishkek qo'yini so'ragan obunachilarimiz. Aka, narxi nech pul ekan bo'ladi? 7,5 million so'm bo'ptimi aka? Tanlab olsa qanaqa bo'ladi aka? Pilis minisi bo'ladi. Xudo xolasa. Yosh o'yliga qanaqa bo'ladi? 5, 4, 6. Qo'y qaydik aka? Qirg'izistondagi. Xudo xolasa obunachilarimiz. Aka, telefon nomerlari bitta aytib o'tib ketay. 95lik 95lik 072 50 66. 66. Xudo xolasa obunachilar aloqa chiqarasizlar. Bugungi videomiz sizlar uchun bo'ladi. Mana shu savdo qilishyapti. Ona bola varianti savdo qilishyapti. Aka, nech puldan bo'lyapti? 8 million ona bola 8 million so'rashyapti. 8 million. Yaxshi so'rashibdi. Bering aka, yomon qilishmabdi. To'g'ri kelayotgan bo'lsa. 8 million so'm ona bola 8 million so'm so'rashyapti. Aka, narxi nech pul ekan bo'ladi? 18 ga. 18 egizakmi aka bular? Qayda qo'y aka? Olindi. Foydasini bersa berasiz. Ish qanaqa aka? Onasi tishi. Qo'ysa bo'ladi. Buni 6-siga chiqadi. 6-siga chiqaribdi. Aka, buni bir joyga olaman desa, nech puldan qilib berasiz? 17 ga. 17 ga berasiz. Ozmos kam bor. Telefon nomerlari bitta aytib o'tib keting aka. 93li 673 necha? 69 97. Aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa 17 million so'm yozgan hayirsin qilib beramiz. 3 tasini. Inshaalloh. Aka, narxi nech pul ekan bo'ladi? Aka, narxi nech pul ekan? 12 million so'm kam bu. Bo'yi 85 pilis. Bularchi aka? Qoralar 7 million so'mdan kam bu. 80 pilis minus bo'ladi. Yosh oilaga qanaqa aka bo'ladi? Bu birinchisi bitta tug'an, bular ikkitadan tug'an. Xolasa ma'lumotlarni aytib o'tib ketdim. Xolasa qoralar bo'yi 85 pilis minus bo'ldi. Buniki 85 pilis, buniki 85 chiqadi xolasa. Aka, telefon nomerlari bitta aytib o'tib ketang. Bo'ldi, o'sha nomer bundan oldingi. Qo'ydik. Aloqa chiqarsizlar obunachilar, xudo xolasa sizlar uchun bugun chiroyli video bo'ladi. Qirg'izistonda Bishkek toza hisori nasldari sovliq variantlari xudo xolasa barrani ham ko'rsatib o'tamiz inshaalloh.
Obunachilar puli qulay arzon variantida so'rasalaring biz mana to'g'dik. Xudo xolasa Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida mana shakamiz bor. O'zlaridan chiroyli qilib ma'lumotlarni olamiz. Ulug'bek aka bo'ladi. Yosh oyligi qanaqa? 6 oylik, 7 oylik mana uchchasi. Uchchasi 6 oylik, 7 oylik qo'zilar. Qo'zilarni toza liderdir. Aka bular Qirg'izistonda hisorisimi? Qirg'izistonda nasl hisorisi, toza qonli varianti. Bular uchchasini bir joyga olaman desa, nech puldan berasiz aka? 6dan keyin bor, endi kelishamiz. 6dan keyin bor kelishamiz. Bozorga soat ko'targaniga soat deyishgan xudo xolasa obunachilar. Aloqa chiqib tursin. Necha oylik aka? 6 oy 7 oy. 6 oy 7 oylik atrofida. Bular nech pul aka? 5,5dan 5 tasi ham bor. 5,5dan 5 tasi. 1 2 mana, bu hammi? Bo'ldi, bo'ldi 5 tasi. O'yina bo'ladi, biz qarangda 5 tasi. Bo'ldi. Beydan bag'i 5,5dan keyin bor. 5,5dan keyin bor. 8dan keyin. 8dan keyin. Buni sog'lab olash kiliga. Arashan toza quloqlarni ko'rib, shalpon quloq variantida bo'ladigan qilib. Bo'ladigan qilib aytib bering, obunachilar telefon qilsa aka arzon tushib berasizmi? 2,5dan beraman. Xudo xolasa baydan bo'lsa uyga ham o'chiradi aka, bexotirjam. Telefon nomerlarini bitta aytib o'tib keting. 97 li 966 58 5808. Xudo xolasa obunachilar aloqa chiqarsizlar. Saroy variantida, toza qonli variantlarni so'rasalaringiz, zot yo'nalish hammasida pul arzonidan so'rasalaringiz qo'yadilar inshaalloh. Ona bolasidan quloq, shalpon quloq variantida so'ragan obunachilaringizga. Xudo xolasa narxi ham yengil bo'ladi. Nech pul uka buni? 15 million so'm kam bu. Arashan toza Qirg'iziston Bishkekdir. Toza qonli variantida. Xudo xolasa so'ragan kelsalar so'raydi ham yengil qilib berishadi. Buni bo'ladigan xayrisi bormi uka? Telefon qilsa o'tib berasiz, xudo xolasa. Obunachilar quloq uzib. Bolasi nima? Qo'chqarmi sog'lommi? Sog'lom variantida. Telefon qilinglar. Onasini bo'yi 90 chiqadi. Bolasi bir haftalik, xudo xolasa. Ikkinchi bola. Ikkinchi bolasi 4 chiqdi. Telefon nomerlarini bitta aytib o'tib keting. 94 li 005 005 36 37. 36 37. Uyga kelsa uyda ham yengil qilib beraverasiz. Xudo xolasa kelaversin. Qo'rada ham inshaalloh qo'ylab. Obunachilar xudo xolasa narxlari ko'pgina. Chiroyli qilib bularni ham arzonlarni olib beramiz. Yosh savdogar ukamiz. Xo'p. Bozorda arzonmi, saroyda arzonmi? Buni xudo xolasa bugun yengil bo'ladi. Mo'ridan bular yosh oyligi qanaqa uka? Yosh oyligi 4-6 qo'ylar. 4-6. Endi paytidagi qo'ylarga 4-6. Tug'ishga ham qiynalmaydi, xudo xolasa boshqa ham bo'lmaydi, xudo xolasa. Bitta qo'zisi bor mana shu qo'zi. Uka buni bo'ybasi nechi? Bo'ybasida har 85. 85 pilis minusga olish hisobidan 85 pilis minusga olaversin. Xudo xolasa. Bitta mana shu qo'chqor bor ekan. Qo'chqorni o'zi nech pul mo'ridi? Qo'chqorni o'zi 60 ga ketaveradi. Nech pulga? 60 ga. 60 ga kami bor. Kami bor. Xudo xolasa obunachilar, narxi ham yengil bo'ladi. Chiroyli qilib beradi. Narxini bo'ladigan qilib bir joyga aytchi-ku. Bir joyga olsa hammasi 60 dan ketdi aka. Nech puldan? 60 ming. 60 dan 6 million 300 ming so'mdan bir joyga olaman degan obunachimizga. Tanlab olsa kelishgan holatda qilib berasiz. Pilis minisi bor. Xudo xolasa. Telefon nomerlarini bitta eslatib o'tib ketgan obunachilarga. 99 li 634 48 48. Aloqa chiqarsa uyga kelsa ham lokatsiyalar urib berasiz, Saroyga kelsa. Xudo xolasa telefonni aloqa chiqarsa, xudo xolasa 12 oy ularda sog'liq varianti bilan shug'ullanishadi. Sog'liqlar liderdan toza qonlisini olib kelishadi. Qirg'iziston Bishkekda. Nech pul bu? 7,5 kam bor. 2dan 4 ga yoryapti. 7,5 kam bu. 2dan 4 ga yoryapti. Birinchi qorinni ikkinchi qoringa ekan, ha? Birinchi qorin, ikkinchi qorin. Bo'y basta 85 ga olaverasiz obunachilar. Tikka dumba, quyruqlar ochiq varianti. Buni ham telefon qilsa kami bo'ladi. Kam bo'ladi. Bo'ldi. Obunachilar endi 3-partiya ona bola qo'ylarimizga o'tamiz, xudo xolasa. Bir boshdan ma'lumot. Aka nech pul ekan qo'ylar? 7,5 million deyapsiz. Bozor gazal ko'targaniga sot. Kami bor, xudo xolasa. Yosh oyligi qanaqa aka? 4 olsa, bunisi 4, bunisi 6. Xudo xolasa telefonni bilan bir qator so'rab o'tdim. Bo'y basta 85 pilis minus qo'lasiz. Aka telefon nomerlarini aytib bering.
Sotamiz sozda xudo xohlasa. Xudo xolasa. Boshqa yo'q. Dehqon odam. Xudo xolasa sotish. Assalomu alaykum, tog'a, yaxshimisiz, so'msiz? Nech puldan ekan tog'a bular? Aka, ularni 7 millionlarda Hisori bor ya. 6 million kami bor ya. Xo'p, 5 donasi nech puldan mana 500 7 milliondan kam bu. Bunisi 6 million kam bor deyapsiz. 6 million kam. Yoshlik qanaqa aka bo'ladi? Qaysi o'rtadasan? 4ta 6ta, bittasini 8 ta. 4 6 8 ekanda. Xudo buniki nechta aka? Buniki 6 ta. 6 ta. Xudo xolasa bo'y basta 80 plus minus olasiz. Aka telefon nomerlarini bitta aytib o'tib ketang. 94 lik 424 424 0407. 0407. Bunachilar yengil aloqa chiqarishdan Xudo xolasa toza hisori, ochiq quyruqlari ochiq variant. Bolam o'zingcha bundoq Achchiqsalar yengil berishadi Xudo xolasa inshaalloh. Masalan, qo'y ko'p. Hojibon nech puldan ekan bular? Assalomu 3,5 million so'mdan 3,5 million so'mdan optimiga bir joyga olaman degan obunachimizga ekan. Xudo xolasa. Yoshligiga qanaqa? 8 ta. 8 tadan bosgan. Xudo xolasa. Bo'y basti 75 plus olaverasizlar obunachilar. Xudo xolasa yengil olib berishni harakatini qilamiz. Hojibon telefon nomerlarini bitta aytib o'tib ketang. Telefon nomeri yo'q. Telefon nomeringiz yo'q. Nomerlari yo'q. Tog'a, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech puldan ekan bular? Mana 4,5 million. Hammasi qo'ziqoch chiqarmaysa o'g'limi? Hammasi qo'chqor. Xudo xolasa 4,5 million so'm. Yoshligiga qanaqa? 6 oylik. 6 oylik, 5-6 oylikka olishaveradi, Xudo xolasa. Oyoqlar uzun, toza, Qirg'iziston hisori variant. Quloqlari shalpon quloq variant. Qulog'ini qarang, mashalloh deb komment yozib ketsin. Narx hammasini bir joyga olaman desa, nech puldan qilib berasiz? 4 million. 4 milliondan. Xayrisi bor, Xudo xolasa. Xayrisi bor. Sunnatiga o'tib berasiz. 4 milliondan. Telefon nomerlarini bitta aytib o'tib keting. 97. 97 li 372. 372 0108. Aloqa chiqarsizlar, Xudo xolasa yengil. 4 million so'mdan bir joyga olaman degan obunachilarimizga ketirib. Tanlasalar kelishilgan holatda bo'ladi inshaalloh. Aka, yaxshimisiz? Aka, bular narxi nech puldan aka? Ha. 6,5 dan Xudo xolasa yengil. Qirg'izistonniki aka bu. Qirg'izistonniki Xudo xolasa quyruqlari ochiq, oyoq qo'li uzun varianti. Yoshligiga qanaqa? Qo'zi yoshligiga 7-8 oylikmi? Nechta qo'chqar, nechta sovli? Hammasi sovli. Narxi nech pul aka? 6,5 dan bir joyga olaman degan obunachimizga ketaveradi. Tanlab olsa kelishilgan holatda bor. Telefon nomerlarini aytib bering aka. 94 li 214 6868. Aloqa chiqarsizlar, Xudo xolasa. Telefon nomerlariga 24 ga yetishdi. Aka, nech pul qilishyapti savdo? Hojibon oldingizmi? Sotyapman. Nech pul so'radingiz ona bolaga? Nech pul berdingiz? Hali bermadim. Bermadim. Nech pul deyishyapti? To'maliga otam. Bo'ldi. Nech pul deyapsiz aka? Aka, nech pul deyapsiz ona bolani? Bugungi videomiz tugadi. Xudo xolasa sizga qo'chqorni zo'rini ko'rsin. Mana shu ikki qo'chqorni 21 millionga olishdi. Zotga kolleksiyaga olaman degan obunachilarimizga ketaveradi. Xudo xolasa inshaalloh aloqada bo'lib turasizlar. Video kamchiligida, xato kamchilik bo'lsa oldindan uzr.